Assalomu alaykum. Xush kelibsiz, marhamat. Keling. Aziz hurmatli mijozlarimiz, biz yangi ta'mirdan chiqdik. Shahzoda showroom va Shahzoda Fashion Akademiyamiz endilikda oppoq rangda. Oldin yodingizda bo'lsa, biz pushti rangda edik. Barcha dekoratsiyalarimiz pushti rangda edi. Mana bu yonimda turgan barcha sovg'alar bu bizning yangi Fashion Akademiyamizning o'quvchilari uchun, ya'ni yosh dizaynerlar uchun. Ketdik. Ishxonamiz uchun roppa-rosa 1 oy vaqt ketkazdik. Har bir dekoratsiyani o'zim bajardim, sababi dekorni juda ham yaxshi ko'raman. Kasbim dizayner bo'lgani uchun, ya'ni dizaynerlik sohasiga daxldor bo'lgan barcha yo'nalishlar bu mening soham. Shunaqa. Bu yerda azizlar, mana ko'rishingiz mumkin, Xitoydan buyurtmalarim yetib keldi. Bu yerda juda ham ko'p miqdorda paketlarimiz, ya'ni Shahzoda showroom brendini mana yangi partiyada paketlari yetib keldi. Juda ham chiroyli. Bu safar kattaroq qildik, chunki mijozlarimizning buyurtmalari sig'ishi uchun. Endi podvalda